8 yoshdayiz. Ba'zi janjal qilib chiqib ketaman. Endi o'g'lim o'zi yoqtirib oldi. O'zi yoqtirganini olib berdi. Mana shu tarzda o'g'limning hayoti boshlangan. Mana shunaqa bo'ldi. Shu tarzda mana ikkita farzandi ketma-ketin dunyoga keldi. O'g'il farzandlar, orasi yoshi 1 yoshi 3 oylik farqi bor. Kelin farzandlariga ham yaxshi qaramadi. Onalik qilmadi. Chaqaloqligida ham bola yig'laydi, bola sut emgisi keladi, kechasi ham o'rnidan turmaydi. Bola big' yig'laydi. Biz xavotir olib chiqardik. O'g'lim qo'liga bolani olgan, nan sut tayyorlab, nan emizib, bolani qo'lida ko'tarib, yo'rgaylab ko'tarib o'tirardi. Shu tarzda ertalab uxlamasdan kofe ichib ishiga ketar. Даже chaqaloqligida ham qaramaganda bolalarga. Mana shunaqa tarzda hayot davom etdi. Keyin sekin-sekin ko'chaga chiqib ketishga boshladi. O'g'lim ishga ketishi bilan, mayli, ko'chaga chiqish niyating bor xayolingda. Hozir erim ishga ketsin, ko'chaga chiqib ketaman deb miyasida kutib turgan ekan. Mayli, o'shangacha ham turib, bolalarimga qari, choy poyini tayyorli, yediri, ichiri, qornini to'ydiri ham yo'qdi. Erini ishga kuzatib yuborish yo'q. Eri ishga ketyapti, ketguncha yotadi o'rnida. Ketishi bilan o'rnidan turadi. Men ungacha ham turganman. Turardim, kelinni bu holatini bilaman. Uyda urush janjal bo'lmasin, tinchlik bo'lsin, mayli sabr qilaylik, mayli yaxshilikka bo'lsin deb sabr qilib chidab kelardik. O'rnidan turadi-da, "Voy, hozir kelaman, ishim bor. Hay, qatkasiz, kelin, qatkasiz" deganimcha qolardim. Chiqib ketardi. Bir kunlab bir xilda ertalabga yaqin kelardi. Bir xilda bir haftalab yubib ketardi, bir xilda bir oylab yubib ketardi. Shu tarzda o'g'lim qidirardi, uyiga qidirib borardi. Telefoniga telefon qilsak, telefoni o'chiq, xizmatdan tashqarida. Uyiga borsa, onasi chiqib, "Voy, adaysiz, ichib olganlar, yotibdilar. Voy, men bilmayman, qizim qatta, siz erisiz, o'zingiz bilishingiz kerak qattaligini. Men bilmayman qatta." Даже o'g'lim onasi bilan shunchalik darajaga kelgan, juda ham ko'p urushib ketishgan. Men onasi bilan gaplashishga harakat qildim. Xudo, endi bitta oilamiz. Shu nevaralarim baxtli oilada onasi bilan, otasi bilan birgalikda ham onasi, ham otasi bag'rida katta bo'lsin deb shunga harakat qilardik biz. Necha marta men ayol qudam bilan gaplashishga harakat qildim. Xudojon, endi biz bitta oilamiz. Men qizingizga qaynona bo'lib qaramayman. Qizimdek talabga yaqin kirib kelyapti. Menga shu bolalaringiz shu savolni beryapti. "Jon qizim, qayting bu yo'ldan. Bolalar qiynalyapti" deb necha marta gaplashmoqchi bo'lganman. Mana shunda jim o'tiradi. Mana shunda. Necha marta shu gapni gapirib turibman-da, 10 minutdan keyin "Voy, ishim bor" deb yana chiqib ketyapti. Yana yubib ketyapti. Shu tarzda hayot davom etdi. Men ishdaman, o'g'lim ishda, adamiz ishdalar. Biz ishga ketamiz, qo'ni-qo'shnilardan eshityapmiz. Yosh kichkina bolalarni ustidan quplab biz ketishimiz bilan chiqib ketar ekan ko'chaga. Bolalar eshik tagida big' yig'lab, eshik tagida qolishar ekan yig'lab. Eshik orqasidan qo'shnilar eshitar ekan. Biz kelyapmiz ishdan, bizga qo'shnilar gapiryapti. O'g'lim ko'chadan keladi, eshik taqillatadi, uyda hech kim yo'q. Eshikni kalt bilan ochadi, hech kim yo'q uyda. Qidirib ketadi, bolalarini topib keladi, onasinikidan yoki xolasinikidan, o'zi yo'q, o'zini topolmaydi. Shu tarzda bir kunduz kuni telefon qilgan, ayoliga ko'tarmagan, xavotir olib kelgan, eshik taqillatgan, eshik ochilmagan, kalit bilan eshikni ochsa, unda kichkina navaram hali yo'q edi, katta navaram shunda koridorda yo'laydi, 8 oylik navaram cho'zilib yotgan ekan. Pampersi shunda to'lib oyog'igacha tushgan ekan. Bu pampers yarim soatda, 1 soatda to'lmaydi. Oyoqgacha osilib tushmaydi. U bola uy holatini keyin men ham ishdan kelib kechqurun ko'rdim. Bola turgan, emaylagan, ustollarni titgan, emaylab yurgan, keyin emaylab devorga osilib shtepselni tortgan.
ekan. Shtepselga qo'li tegib otib yuborgan. Tok urganda o'g'lim kirsa, bola yerda cho'zilib yotgan ekan. Bolasini ko'tarib bag'riga bosib, otilib ko'chaga chiqib mashinaga solib ketyapsa, ko'chani boshidan kirib kelayotgan ekan. Qayerda eding desa, men kelyapman, magazinga chiqdim. Qo'lida na koshelyogi bor, na magazindan xarajat qilgan narsasi bor. Shunaqa tarzda ikkinchi navaramni ham ustidan quplab ketib, shu ahvolda 1 yoshli navaram emaylab yurib, yig'lab, bir hovuch shkafni ochib dorilarni olib o'ynab, bir hovuch dorini ichgan, zo'rg'a reanimatsiyada qutqarib qolganmiz. Shu tarzda hayot davom etdi. Keyin men majbur bo'ldim ishdan bo'shab, ishlab turgan yaxshi ishimdan bo'shab qarashga boshladim bolalarga. Endi o'g'lim, men adamiz birgalikda qaravonmiz. O'g'lim baribir ishlash kerak, qarash kerak, boqish kerak. Shu tarzda nima deydi, olib janjal chiqaradigan odati bor edi. Uyiga ketishga harakat qilardi. Janjal chiqarib, bolalarni olib uyiga ketib, 1 oylab, 2 oylab yuvib ketardi. O'g'lim bor bo'lardi, qatnardi, bolalaridan xavotir olardi. Har borganda, ho kunduz kunimi, ho kechasimi borsa, ona yo'q uyda. Bolalarni o'zi bir holatda bo'lar ekan. Bolam borib, ovqat olib borib, yedirib, ichirib kelardi. Shu ahvolda bir xilda o'zi ketardi, bolalarni olib janjal chiqarib, 1 oy, 2 oy yoki 1 oy o'zi qaytib kelardi. Mana shunaqa holatda bir marta navaram kelyapti uydan. Navaram soqovlanib qolgan, gapira olmayapti. Soqovlanganidan bitta so'zni gapirsa, a deb 10 marta dudulanib o'sha so'zni gapira olmayapti. Dedi. O'sha bola qo'li bilan soqovlanib gapirishga boshlabdi. Navaram soqovlanib qolgan, orqasidan axlatini usholmaydigan holatda, axlati chiqib ketyapti, usholmayapti. Ko'zida nuri qolmagan, bolaligi qolmagan. Mana shunday yotadi-da divanga, bunday yig'ilib olib yotibdi-da, mana shunday yotib oladi. Biz xavotirga tushdik, bolani holatini ko'rib, onasidan so'rayapmiz, nima bo'ldi? Nima bo'ldi u yoqda uyingizda bolaga? Siz onasiz, nima bo'ldi? Bola yiqilib tushdimi yoki nima urush janjalda bo'ldimi yoki qattiq bir nimadan qo'rqdimi? Yo'q, men bilmayman hech nima. Faqat shu. Keyin biz bolani nevropatologlarga olib bordik, murojaat qildik. Bola mana bunaqa holatda keldi, bolani emas, vaqt o'tishi bilan o'z holatiga tushishi mumkin. Faqat yozib berishda bolani ramashka bilan, ablipixa bilan sprintsovka qilish. Biz bolani logopedlarga olib bordik. Olib bormagan doktorlarimiz qolmadi, olib bormagan nevropatologlarimiz qolmadi. Bolaga faqat bizga maslahat berishdi. Bolaga logoped ham kerak emas, bu tug'ma emas, bu kasallik emas. Bola qattiq stressdan, tildan qolgan. Bizga maslahat berishdi, bolani konniy sportga, batutga beringlar. Biz 2 yil davomida bolani konniy sportga olib bordik, ot mindirishga, batutga olib bordik. Shu yo'sinda bolani 3 yil kurashib, zo'rg'a o'z holatiga keltirdik. Bola o'z holatiga keldi, o'zi gapirishga boshladi, axlat chiqarishi, hojatga borishlari o'z holatiga keldi. Bu voqea 2017-yil bo'lgan, 2018-yilgacha 1 yil davomida bo'lgan. Lekin boladan hech nima bila olmadik. Doktorlarga olib boryapmiz, tekshirtiryapmiz, nima qilyapmiz, lekin bola gapirib bermayapti. Ona bir kun 18-yil yanvar oyida xuddi shunaqa holatda chiqib ketib, ko'chaga ertalabga yaqin kirib keldi. Hech qayerda bo'lmasam ishlamaydi. Biz o'zimizga to'q oilamiz. O'g'lim yaxshi joyda ishlaydi, topish tutishi yaxshi, muhtojligi yo'q. Hamma sharoitni qilib berganmiz. Yeyish, ichishi, kiyim kechagi hamma narsasini qilib berardik. Kelinni ham, nevaralarimizga juda ham yaxshi qaraymiz. Keyin shu 18-yil yanvar oyida ertalabga yaqin kirib keldi-da, kiyim kechagini yig'ib, "Men o'zim uchun yashagim kelyapti" deb chiqib ketdi. O'zi to'g'risini aytsam, chiqib ketganiga ham xursand bo'ldik. Chunki o'g'lim ham qiynalib ketuvdi, biz ham, nevaralarim ham. Uyimizda normal holat yo'q edi. O'g'lim ham bunaqa siqilgan. Keyin shu chiqib ketgandan keyin yubib ketdi. Endi men shunaqa deb o'ylayapman, yubib ketdi kelin. Nevaram onasini uyiga bormayotibdi. Onasi chiqib ketib yubib ketdi. Onasini ko'rmayotibdi. Bir kun o'zidan o'zi nevaram gapirib ketdi.
mani oyimni adasi Isayevga men u yoqqa oyim bizani olib borganda mehmonga kunduz kuni mani qo'limdan ushlab xonasiga olib kirib